sizlar bilan devichka xonlar hamma joyda trend bo'lib aylanayotirgan desertni birgalashib tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib shokoladimizni eritib olamizda shunaqangi rezinaviy qolipimizga quyib, hamma joyga bir tekisda qilib, ochuv joyini qoldirmasdan yoyib olamiz. Keyin esa 2-3 soatga shokoladlarimiz qotib olguncha morosilkaga jo'natib yuboramiz. Qotib olgan shokoladimizni olamizda o'zimiz yoqtirgan mevalardan olib, ustidan yogurtimizni quyib, men qulubniki, golubika hamda kividan foydalandim. Yaxshilab aralashtirib, qotib olgan shokoladlarimizni ustiga to'ldirib sop chiqamiz. Keyin esa yana ozroq qotishlik uchun morosilkaga jo'natib yuboramiz. Qotgandan keyin yana morosilkadan olamiz, shokoladimizdan eritamiz, ustidan quyamizda shotka yordamida bir tekisda qilib yoyib chiqib, yana morosilkaga qotishlik uchun jo'natib yuboramiz. Xullas, bu desertni ertalab boshlagan bo'lsam, kech payt tayyor bo'ldi. Har bittasini alohida qotirib olish ko'p vaqt talab qilar ekan. Vau, buni qaranglar, lekin bunaqangi natijani ko'rgandan keyin kutganimga ham afsuslanmadim. Voy, buni mehmonjonlaringiz kelsa ovqatdan keyin desert o'rnida tortsangiz bormi? Endi buni nomini desertli morojna deymizmi, bilmadim-u, lekin mazasi sizga yoqishligi aniq. Bir marta bo'lsa ham albatta tayyorlab ko'ring. Ana endi baho beringlar-chi. Yoqsa kommentariyaga 5, yoqmasa 2 qo'yib ketaverasizlar. Xafa bo'lish yo'q. Aytgancha siz bu shirinlikni nima deb nomlagan bo'lardingiz? Shu haqida kommentariyaga yozib keting. Men uchun qiziq.